As-sihrun nari. Olov sehri. A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlar bilan 11 turli sehrning 5-chisi bo'lgan sihrun nari, olov sehri va uning alomatlari muolajasi haqida suhbatlashamiz. Marhamat asl zafaron choylarining bir necha turi mavjud bo'lib, xohlaganingizni ushbu Instagram sahifalariga murojaat qilish bilan buyurtma bering. Dunyoning qayerida bo'lsangiz olish imkoniyatiga egasiz. Bizga ma'lumki, 11 turli sehrni qaysi turi bilan og'riganini bilgan bemor undan tezroq qutulish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, ilm olish lozim. Haqiqatan Alloh insonni ilm bilan aziz qildi. Ilm bilan yuksalish bor. Ilm bilan jahannamdan qutulish bor. Ilm bilan mangu saodatga erishish bor. Ilm olganning imkoniyatlari ortib borishi kunduziga quyoshdek ma'lum. Alloh Odam atoga farishtalarni sajda qildirish vaqtida bu sizlar bilmagan narsani biladi degan edi. Marhamat, sehrdan saqlanish ilmidan ham bahramand bo'lib qo'ying. O'zingiz va yaqinlaringiz, oilangizni tanglikdan qutqaring. Sehr turlarini puxta o'rgangan kishi o'zida yoki yaqinlarida paydo bo'lgan alomatlardan sehrning qaysi turi bilan og'riganini tez bilib olib, unga qarshi qulay choralarni ko'radi. Shunda u oylab, yillab emas, tez fursatda yechilib xalos topadi. Yo'qsa bu sehr eng og'ir ketuvchi bir darddir. Dushmanning sirini bilgan, uni tezda mahv etishi aniq. Moli yo'qolgan kishi moli aniq bir tomonga ketganini bilsa, uni topishi oson bo'ladi. Yo'qsa har tomonni iznir rahim. Va ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Ular hech kimga Allohning iznisiz zarar bera olmaydilar. Bu dunyoda hech kim hech narsa yarata olmaydi. Yagona yaratuvchi uning o'zidir. Bu sirli ishlarning shunday sirli ta'sirlarini ham u zot yaratadi. U zotga masofa sir yo'q bu olamda. U bir qancha qonunlar yaratganki, uni hech kim o'zicha o'zgartira olmaydi. Masalan, olov kuydiradi. Bu qonunni faqat Ibrohim alayhisalomga o'zgartirgan edi. Suv pastga oqadi. Baliq yutgan jonzot halok bo'ladi. Bu qonun. Ammo Yunus alayhisalomga kelganda, u bu qonunni biroz o'zgartirdi. Ona qornida himoyalangan boladek himoyaladi. Ana shunday sehr qonunlarini yaratgan Rabbimiz uni o'zi boshqaradi. Albatta bu bir bandaning sinovi. Shuning uchun ham Bobilga tushgan Horit va Morit sehr olib kelgan farishtalar innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya'ni biz keltirgan narsa fitnadir, sinovdir. Bas kofir bo'lib qolma dedi. Fitna so'zi sinov demakdir. Keltirilgan tilsimotlar kufrga olib boruvchi ekanini shu oyatda ma'lum qilingan. Ma'lumki haromlarda rohat bor. Kufrda esa bu dunyoning jannati bor. Birovdan g'olib bo'lib rohatlanuv, intiqom sharbatini ichish bor. Sabr qilolmagan savodsizlar unga qo'l urib, iymonlaridan ajrab, ayollari o'rtalariga taloq tushirib oladilar. Ayol bu ishga qo'l urib murtad bo'lsa, eri bilan nikohlari ham buziladi. Tug'ilajak farzandlari esa valada zino bo'ladi. Valada zino haromga mayli kuchli bir fosiq, zolim bo'lib ulg'ayadi. U umr bo'yi qilgan jinoyatlariga bunga sabab bo'lgan ona yoki ota oxiratda unga sherik bo'lib javob beradi. Qarang, dushmanni ozgina jazolayman deb o'zi qanchalik musibatga yuz qo'yadi. Dushmanga Alloh izni bersagina ta'sir qiladi. Yo'qsa yo'q, ammo o'zi shaksiz baloga yo'liqadi. Sehr ilmi va uni muolajasidan xabardor kishi bo'lsa, sehrgarning iymondan ajrab nikohini buzib qilgan ishi suv ustidagi ko'pikdek 2 pullik ta'siri yo'q yoki hammasini o'zining ustiga qaytarib qo'yadi. Ana shunday dardni yaratgan Alloh uning shifosini ham yaratganidek, sehrni ham shifosini bir amallar ichiga yashirib yaratib qo'ygani aniq. Hatto o'ziga qaytarish sirlarini ham joriy qilib qo'ygan. Tushkunlikka tushmay ilm olishda davom etgan kishi albatta ilojini topajak. Ba'zi mazlumga undan 3 dona yozib beradi.
Tilsimlar arab yozuviga umuman o'xshamaydi. Qandaydir chiziqlar Xitoy yozuvi kabi shakllarni tashkil qiladi. So'nggi vaqtlarda sehrgarlikning yangi oqimlari ichida Qur'on oyatlarini ham yozish odatga aylandi. Bu odamlarni chalg'itish, aldash uchungina o'sha shirkiy tilsimotlarga oyatlarni qo'shib Qur'onni tahqirlaydi. Bundan quvvatlangan shayton qattiqroq ta'sir qila boshlaydi. O'sha tilsimlarda muvakkal jinlar doimiy postda turadilar. Ijro qilingan zahoti ularga vizif boradi. Bu sirli olamning sirlaridan biridir. Bu tur sehrning ochilishi osonroq bo'lgan bir tur. Ba'zan sehrgar shamlarga tilsimotlarni yozib yoki o'qib beradi va uni yoqib qo'yishga buyuradi. Sham tugagancha mas'ul kuchlar mijozga yetib boradi. Bu sehrning alomatlari badanni g'ayrioddiy qiziyverishi yoki bir a'zoda qizib, kuyishib og'rish, bosh aylanishi tez-tez bo'lib turishi, ko'zning qizarishi, asabni tez charchab qolishi, ko'pchilikni xush ko'rmaslik, yolg'iz qolishni yoqtirish, Homul sehri qilingan bo'lsa, ish yurishmasligi, esitish sehri qilingan bo'lsa, bir kishini xayolidan chiqmay qolishi. Tushdagi alomatlari: yonib turgan shag'amlarni ko'rish. Ba'zan yulduz chizilib, ular ustiga shag'amlar yoqilganini ko'radi. Tutab turgan narsalarni ko'rish. Isitilgan kishini tushda ko'p ko'rish, u bilan yaqinlik qilish. Ko'zini yumdi, ko'z o'ngiga o'sha kelaverishi. Tabiiy badbashara bo'lsa-da, unga moyillikning kuchayib boraverishi. Muolajasi: tunning oxirgi bo'limida turib 2 rakat namoz o'qib, so'ng boshini sajdaga qo'yib, ushbu duoni 14 marta o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma btil bi qudratika va qahrika sihran nari. So'ng ushbu oyatni 100 marta o'qib, zafaron solingan suvga dam soladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Ma'nosi: ular har safar harb uchun o't yoqqanlarida Alloh uni o'chirur. So'ng o'sha suvni ichib turadi. 5 vaqt namozdan so'ng bu oyatni 21 martadan o'ziga dam solib turadi. Bu ishni 7 kun qilsa yoki 1 kun yo'q 1 kun 7 marta qilsa kifoya. Birgina shu oyat bilan bu tur sehr o'z ta'siri kuchini yo'qotadi inshaalloh. Sehrda sirli ta'sir kuchi borligiga aqliy dalil. Sahnalarga chiqib taxyil sehrini qilib, odamlarga g'ayrioddiy ishlarni qilib ko'rsatayotgan sehrgarlarga qarasin. Ana shunday bu dunyo sir sanoatlarga liq to'la. Ammo Alloh har bir tur sehr uchun turli botil qiluvchi sirlarni yaratib qo'ygan. Zafaron vujuddagi ta'sirlarni ketkazishda alohida bir sirga ega. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u haqida shunday deganlar: An Anas ibn Malik anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Anas ibn Malikdan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan annahu qala, u kishi aytadilar: Al-hurul aynu xuliqna min az-zafaron. Jannatdagi hurul aynlar zafarondan yaralgandirlar. Demak, ular qarimaydilar, kasallanmaydilar, g'amgin bo'lmaydilar. Shu o'rinda zafarondagi sir, shifoli sir qistirib o'tilgan. Vujuddagi sehrning qora energiyalarini yo'qotish siriga ega zafaron boshqa saraton kabi kasalliklarga ham shifoligi fan tarafidan tasdiqlandi. Shuning uchun uni zahabul ahmar, ya'ni qizil oltin deydilar. 1 kilogrammi Osiyoda 2000-2500 dollar, Yevropada esa 4000-5000 dollar baholanadi. Eron davlati ekonomikasining bir ustuni ushbu zafarondandir. Farmatsevtikada keng qo'llaniladi. Jinsiy zaiflikning eng samarali vositasi hisoblanadi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hurlarni zafarondan yaralgan deyishlarining bir ishorasi. Juda barakatli narsa. Bir dona qil kabisi bir kosa suvni qizartiradi, shifo suviga aylantiradi.